Portugaliya Millatlar Kubogi g'olibi. Assalomu alaykum. Kecha tunda bo'lib o'tgan o'yinda bir narsa xayolimdan ketmadi. Maydonda 22 futbolchi to'p suryapti-yu, lekin ularning orasida birgina nom boshqalardan yorqinroq jaranglayotgandek tuyulaverdi. Bu daho chinakam dunyo futbolining tirik afsonasi, 40 yoshida ham amaldagi Yevropa chempionlarining darvozasiga gol ura oladigan, dunyo futbolining kelajagi sifatida ko'rilayotgan Yamalni ham shunchaki o'zining salobati-yu mahorati bilan ko'rmay o'tib keta oladigan futbolchi Ronaldo bu kecha g'alabaga haqlidek ko'rinaverdi. Ronaldo boshi uzra Millatlar Ligasi kubogini ko'tarar ekan, ko'z o'ngimda Jahon kubogini ko'tarayotgandek ko'rinaverdi. Bilmadim, balki fikrimga qo'shilmassiz, lekin Ronaldo hamma davrlarning eng yaxshi futbolchisi bo'lib qolaveradi. U kelasi yil Jahon kubogini qo'lga kiritsa, 20-asrning tengsiz yulduzlari Pele, Maradona kabi yodga olinadi. U shundoq ham tarix sahifalarida futbol tarixining eng yorqin xotiralaridan biri bo'lib qolaveradi. Lekin Jahon kubogi Ronaldo uchun armon bo'lib qolsa, adolatdan bo'lmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.